Tomiz ketganmi? Qiz bola bilan ham shunaqa hazillashadimi? Yuragim yorilib o'lganda nima bu? Mahallamizning chekka hududi chiroqchiga suv kelmayapti. Odamlar qiynalishyapti. Ularning qiynalishini, iflos suv ichishini umuman xohlamayman. Katta biznesmen bo'lib, o'sha joylarga suv borib, sotib soqa qilib boy bo'lib ketmoqchiman. Sabahları dar geceler. Shu taklifimni o'ylab ko'rsangiz yaxshi bo'lardi. Sen kimga taklifnoma jo'natyapsan? O'zbekistonda chiroyimga mos qilib topaman. O'shaning uchun Jennifer Lopesga yozdim. Ha, yo'g'i? Jennifer Lopez chiroyingga emas, yoshingga mosini topibsan-da. Sen chiroyi qaydan tushunarding? 50 ga kirganga o'xshaydimi? Cholbek bu. Zagar olmoqchi edim, quyosh ham ketib ketdi. Nimaga kirib ketgan bilasan? Nima? Chiroyimdan xijolat qildim. Yer yuziga bitta quyosh yetadi. Yomon chiroyliman. Shu quyosh ham boshingdan zagar olsa kerak-a o'zi. Siz rasmingizni chizsam bo'ladimi? Yo'q, mumkin emas. Bu chiroyli sezironi mumkin emas. Aka nima qilasiz buni rasmini chizib ber, shunchalik chiroylimi? Ha yo'q, ustozim g'ishtin rasmini chizib bergan. Yomon o'xshar ekan. Non yo'q ekan, qolmabdi, qodir. Non yemoqchi. Sen basharang qo'rqinchli o'shaning uchun bermaydi. Hozir o'zim kirib chiroyim bilan hal qilib chiqaman. Naqchi. Mana liboy narsani hal qilsa bo'ladi. Bitta chiroyli qaradim, non ustiga kalbasa ham to'g'rab berdim. Qani qarach. Yo'q, u chiroyingdan emas, rahmi kelganidan senga o'zi yekkan nonni berib yuborgan u. Toshdi, ha. Sizlarga bunchalik beshavlat qiynalib ketdi. Chiroyli emasligini kimdir aytibdi shekilli. Rahmat o'sha odam. Nahotki yer yuzida yagona chiroyli inson men bo'lsam? Buncha chiroyliman. Afiyat joyga tegaysan. Qo'ydi. Bang. Kelganmi? Ana, mayt senga bu. Manga? Arishga bu Mehroz. Bu oddiy g'ish emas bu. Bu buyuk Xitoy devorini g'ishi. So'rovdan hammasi to'kilib tushdi, bittasini senga olib keldi, mozor bosdi. Koreyada Xitoy devori nima qiladi? Bitta sirda aytaman, meni qabul qilmaydi. Xitoy devori Koreyada ekan. Kim sen pisay uyingga keldi, ishonyapsan? Sen kimsan? Ha, nuka, deydi. Ya, shanchi it. Sen qanaqasiga deyapti? Va xayolimga keltiradi. Qilarsan. Haqiqatni aytchi bizga. Haqiqatni eshitasanmi? Ha. Yur boshqa joyda aytaman, bu yer xavfli. Aytchi. To'g'ri chiqmish xolos hozir. Xullas Koreya boru, aslida Braziliya ekan. Kasganga. Hey bro, do you think it's straight, bro? No problem, bro. It is bad.